Assalomu alaykum. Efirda Diyor yangiliklari axborot dasturining navbatdagi soni. Dastlab bugungi xabarlar haqida qisqacha. Energiya samaradorligiga erishishda tejamkor isitish tizimlarining o'rni. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Yil ayoli 2025 milliy tanlovning Buxoro viloyat bosqichi g'oliblari munosib taqdirlandi. Endi esa to'liq tafsilotlar bilan tanishing. Joriy yilning 11-mart sanasida uy-joylar hamda bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash, shuningdek, binolarning energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan prezident qarori qabul qilingan. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan issiqlik nasoslari, quyosh panellari va energiya tejovchi uskunalardan foydalangan holda binolarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha 5 yillik dastur doirasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz mahalliy elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlab, energiya tejamkor va ekologik toza texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirmoqda. Ayni shunday zamonaviy uskunalar Toshkent shahridagi Texnopark korxonasida ishlab chiqarilib, nafaqat eksport qilinyapti, balki O'zbekistondagi ijtimoiy obyektlarda ham samarali qo'llanilmoqda. Energiya tejamkor va ekologik xavfsiz issiqlik nasoslari ta'lim muassasalarida keng joriy etilmoqda. Jumladan, G'ijduvon tumanidagi 39-maktabda joriy yilda umumiy maydoni 1000 kvadrat metr bo'lgan yangi bino foydalanishga topshirildi. Maktabni isitish hamda yoz oylarida sovutish uchun O'zbekistonda ishlab chiqarilgan quvvati 34 kilovat bo'lgan 4 ta Shivaki issiqlik nasosi o'rnatildi. Natijada elektr energiyasidan tejamkor va samarali foydalanishga erishildi. Ushbu uskunaning muhim jihatlaridan biri bolalar salomatligi uchun xavfsizligi va atmosferaga zararli ta'sir ko'rsatmasligidir. Taqqoslash uchun aytadigan bo'lsak, agar bino tabiiy gaz bilan isitilganda o'yiga 9000 kub metr gaz, ko'mir orqali isitilganda 18000 kilogramm ko'mir, elektr qozonidan foydalanilganda esa 15000 kilovat elektr energiyasi sarflangan bo'lar edi. Zamonaviy elektr nasoslarida esa bor yo'g'i oyiga 7200 kilovat elektr energiyasi sarflanadi. Issiqlik nasoslari ekologik toza bo'lib, zararli gazlar chiqarmaydi. Energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi hamda muassasalarda qulay muhit yaratadi. Akmobil tomonidan taqdim qilinayotgan va hozirgi kunda Toshkent Texnoparkida ishlab chiqarilayotgan mahalliylashtirilgan issiqlik nasoslari o'zimizda ishlab chiqarilmoqda va hozirgi kunda, demak, Buxoro viloyatida 28 ta maktab va maktabgacha ta'lim muassasalariga o'rnatilmoqda. Agar bu binoimizni biza ko'mir bilan yoqqanimizda edi, bu albatta tabiatga, demak, zararli gazlarni chiqishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Lekin issiqlik nasoslari bu tabiatga zarari yo'q bo'lgan texnologiya. 300 o'rinli binoda isitish tizimi, fan coil, ya'ni elektr tok bilan ishlaydigan sistemalar o'rnatildi. 50 nafar batareyali fan coillar o'rnatildi. Qulaylik, afzallik tomonlari shuki, buni xohlagan gradusga qo'yib, ya'ni maksimal 50 gradusgacha reja qilib qo'yilgan bo'lsa, biz 20 gradusgacha hozircha xonalarda isitib turibmiz. Oldingi tizimda ishlatilgan gaz, ko'mir bilan ishlashda xonalarni isitish juda muammo edi bizda. Hozir qulayliklari zo'r, muammo yo'q. Har xil rejimda qo'yib ishlatib xonalarimizni isitib turibmiz. Shuningdek, Buxoro tumanidagi 39-sonli maktabgacha ta'lim muassasasining umumiy maydoni 1000 kvadrat metr bo'lgan binosiga quvvati 130 kilovat bo'lgan bir dona elektr issiqlik nasosi o'rnatildi. Ushbu loyiha energiya samaradorligini oshirish, isitish tizimining barqaror ishlashini ta'minlash hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning amaliy namunasi hisoblanadi. Hozirgi kunda bizga isitish tizimi juda ham qulaylik taraflari ko'p. Bunda quyosh panelga bu ulangan bo'lib, bizga juda ham samarali tejamkor usulda foydalanishga o'z hissasini qo'shyapti. Bu uskunalarni o'zimiz ham bemalol ishlatib bila olamiz. Har bitta guruh uchun alohida sozlab olib bilamiz. Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalarida zamonaviy issiqlik nasoslaridan foydalanish, energiya resurslarini tejash, atrof muhitni muhofaza qilish va ta'lim jarayoni uchun qulay sharoitlar yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday loyihalar iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga bolalar salomatligini asrash va ekologik barqaror muhitni ta'minlashga xizmat qiladi.